Bugungi kunda zamonaviy avtomobil yo'llari tarmog'ini rivojlantirish, mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, transport salohiyatini yuksaltirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirishda birinchi darajali vazifa hisoblanadi. Shunga muvofiq, Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasining 2021-2023 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida A380 G'uzor-Nukus Beyneu avtomobil yo'lining Buxoro viloyati hududidan o'tuvchi qismida jadal rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Ayni vaqtda Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki ishtirokida A380 G'uzor-Nukus Beyneu avtomobil yo'lining Buxoro viloyatidan o'tuvchi 150-228 kilometr qismlarida yo'l qurilishi sohasida yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 165,5 million dollar yuqoridagi xalqaro moliya tashkiloti ulushiga to'g'ri keladi. Bu loyiha mamlakatimizda xalqaro talablarga to'la javob beradigan milliy avtomagistral barpo etish, uni dunyo yo'llariga tutashtirish hamda avtotrassalar bo'yicha zamonaviy infratuzilmalarni rivojlantirish yo'lidagi muhim qadamdir. Mazkur yo'l Markaziy Osiyo mamlakatlarini Rossiya, Kavkaz va Yevropa bilan bog'laydigan strategik koridor vazifasini bajaradi. Shu sababli qurilish jarayonida sifat nazoratiga alohida e'tibor qaratilmoqda. A380 yo'lining G'uzor, Buxoro, Nukus, Beyneu yo'nalishida 78 kilometr yo'lni rekonstruksiya ishlari qilish davom etmoqda. Uchastkamiz 3 ta lotdan iborat. Birinchi lotimizda 38 kilometr, ikkinchi lotimizda 20 kilometr va uchinchi lotimizda ham 20 kilometr yo'l bor. Birinchi lotimizni 38 kilometr bir tomoni batamom tugatildi. Chap tomonda ish olib borilyapti. Iyul oxiriga batamom tugatamiz. Bizning rejalarimizga kiritilgan. Ikkinchi lotni 95% tugatildi. Faqat jihozlash ishlari qolgan. Iyul oyini o'rtalarida tugatamiz ikkinchi lotimizni. Uchinchi lotimiz asfalt beton qoplamasiga o'zgartirildi. Yil oxirigacha uchinchi lotimizni ham tugatamiz. 120 ta Xitoy xodimlarimiz 280-300 ga yaqin o'zimizni O'zbekistonlik xodimlarimiz ishlayapti. Buxorodan Qarshigacha boradigan yo'l va undan o'tib ketadigan yo'l bir o'nqir-cho'nqir buzilib ketgan holatda edi. Bundan barcha haydovchilar, chet eldan keladigan mashinalar, shofyorlar norozi edi. Prezidentimizning sayr harakatlari va rahnamoligida mana bugungi kunda mana shu katta trassamiz asfalt o'rniga zamonaviy beton yotqizilib, ravon yo'l hosil bo'lyapti. Ishning qarib 70% 1,5 yilda bajarildi. Va bu bizni prezidentimizni bizlarga xalqqa qilayotgan barcha yaxshiliklardan biridir. Biz qarabozorlar bularni ko'rib faqat shukrona aytamiz. Prezidentimizning 2020 yil 28 dekabrdagi O'zbekiston Respublikasining 2021-2023 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida mazkur yo'l qurilish ishlariga start berilgan edi. Xalqaro tender savdolari natijasida pudratchi sifatida Xitoyning yetakchi kompaniyasi xalqaro talab va standartlar bo'yicha hozirda kun-tun mehnat qilmoqda. Biz hozirda ushbu yo'l qismida 2 smenada ishlarni jadal sur'atlarda olib boryapmiz. Bitta mana shu zavodimiz bir kunda 600-800 metrgacha yo'lga beton yotqizadi. Kunduz kuni asosan yo'lning asos qismini tayyorlaymiz. Qorishma sifati belgilangan talablarga mos kelishi uchun harorat 30 gradusdan oshmasligi kerak. Shu sabab betonlashtirish ishlari kechki paytda olib borilyapti. Xalqaro talablar asosida qurilayotgan bu magistralning uzoq yillar xizmat qilishiga ishonchimiz komil. Qurilish ishlari ustidan texnik nazoratni ta'minlash maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlarining Cheladia kompaniyasi xalqaro va mahalliy mutaxassislari bilan konsultantlik faoliyatini amalga oshirmoqda. Ushbu kompaniya dunyoning bir qator yetakchi mutaxassislarini o'z atrofiga jamlagan holda qurilish sifatini xalqaro standartlar va belgilangan talablarga muvofiq nazorat qilyapti. Along the road there is several structures. Ko'rib turganingizdek, biz ushbu yo'l qurilishida belgilangan reja asosida jarayonlarni o'z vaqtida va sifatli qilib amalga oshirish bo'yicha ish olib boryapmiz. Zamonaviy yo'llarni qurganda albatta yo'l o'tkazgichlar, ko'priklar, yer osti va usti o'tish yo'laklari ham juda muhim o'rinni egallaydi. 3 ta lot bo'yicha bu borada katta hajmdagi ishlarni bajarib bo'ldik. 4 ta 2 sathli qayrilib olish yo'llari, 10 ta yer osti, 4 ta yer usti piyodalar o'tish joyi, 11 ta ko'prikdagi ishlar deyarli nihoyasiga yetish arafasida. Ularning qurilishi kompaniyamiz mutaxassislari tomonidan alohida nazorat qilib borilmoqda.
Bugungi kunda mazkur avtomobil yo'lida harakat jadalligi 7000-8000 tani tashkil qilsa, mazkur avtomobil yo'lining kengayishi, ya'ni xalqaro standartlar asosida amalga oshirilishi natijasida bu ko'rsatkichlar 35000 tadan 45000 tagacha yetishi mumkin. Shu bilan birga yana bir muhim ahamiyatini aytib o'tishimiz kerakki, qurilishdan maqsad avvalambor o'sha harakat xavfsizligini 2 barobarga oshirish. Ushbu avtomobil yo'lini rekonstruksiya qilinishi natijasida yo'l bo'yi infratuzilmalarimiz rivojlanadi. Shuningdek, yo'l mintaqasida joylashgan gaz, elektr, aloqa va ichimlik suvi tarmoqlarini ko'chirish va yangilash ishlari amalga oshirilmoqda. Bu nafaqat yo'l sifati va xavfsizligini oshiradi, balki hududlarning umumiy infratuzilmasini yaxshilash uchun katta hissa qo'shadi.